Xiva National Geographic tomonidan sayohat uchun eng yaxshi yo'nalishlar ro'yxatiga kiritildi. National Geographic jurnali muharrirlari, fotosuratchilar va izlanuvchilar tomonidan tanlab olingan 2026-yilning eng yaxshi sayohat yo'nalishlar ro'yxatini e'lon qildi. Ular orasida Xorazm viloyatining Xiva shahri ham bor. Samarqand va Buxoro mashhurlik cho'qqisida bo'lsa, Xiva o'tmishga yanada haqiqiy va xotirjam sayohatni taklif etadi. Yozda Toshkentdan tezyurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. U yo'lni 2 baravar qisqartiradi, deyiladi xabarda. National Geographic Xivaga boruvchi sayyohlarga mahalliy madaniyat bilan yaqindan tanishishni, Lazgi raqsi, qovun sayli va Bahodirlar o'yinlaridagi festivallarni ko'rishni tavsiya etdi. Jurnal fikricha, aynan ana shu an'anaviy fazilatlar Xivani zamonaviy dunyodagi jonli hayot kechayotgan muzey shaharga aylantiradi. 2026-yil uchun tavsiya etilgan sayohat yo'nalishlari orasida Kanada, Xitoy, Marokash, Britaniya, Turkiya, Yaponiyadagi manzillar bor. Bunday nufuzli ro'yxatda Xivani paydo bo'lishi nafaqat O'zbekiston sayyohlik sayohatini o'sib borayotganidan, balki mamlakat madaniyati va tarixiga bo'lgan xalqaro qiziqishni kuchayayotganidan dalolat beradi. Ekspertlar ta'kidlashicha, bu tanlov Xivani 2026-yilda jahon sayyohlarini yangi tashrif manziliga aylantirishi mumkin.